Assalomu alaykum. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan e, aralash turdagi masalalar, ya'ni denka bo'yicha misollar ishlaymiz. Xo'p. Savolga diqqat bilan mana bu savolga o'qiymiz. Birinchi savolda. Denkadagi vodorod bog'lari purin asoslarga nisbatan 8 taga. Ya'ni biz denkaning rasmini chizib olamiz. Purin deganimiz bu adenin bilan guanin. Mana shu joydagi savolni denkadagi vodorod bog'lari purin asoslarga 8 taga, ya'ni bu yerda mana shu joyga yozishimiz kerak bo'ladi. Plus 800 ta vodorod. 800 ta guaninlar sonidan esa 1000 taga ko'proq. Guaninlar sonidan esa 1000 taga ko'proq degani bu 1000 ta vodorod deganimiz bu 1000 ta nukleotid deganimiz. Xo'p, mana shu 1000 ta nukleotid ekanligini bilib olgan taqdirda uni 2 ga bo'lamiz va 500 ta nukleotiddan har biriga to'g'ri kelishini bilamiz. Har biriga to'g'ri keladi bu. Mamiga ham. Demak, biz mana shu 500 tani 0.34 ga ko'paytirib qo'ysak, o'zidan-o'zi javob chiqadi. 170 ta degan. Bu degan bizlarda B degan javob. Ana bor ekan. Xo'p, shu bilan bizning javobimiz to'g'ri.